Melke usta jannatda mana shunday bo'ladi deb qo'li bilan ko'rsatdi. Shunda Saatga aytadiki, "Sen eng so'nggi so'zing bormi?" deydi. Saat aytadiki, "Meni so'zim Madina ahliga yetkazing, ansoriylarga yetkazing. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga biron bir narsa bo'lsa, ularga Allohning huzurida joy yo'q" deydi. Mana shu joyda hojonalar o'sha jang tugaydi. Shunda qanday tugaydi? O'sha urush bo'ladi, peshinga yaqin deydi, peshingacha deydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'lib turganda tog'dagilar o'ljalarga dunyo, ya'ni boylikka his qilib tushadi. Nima uchun? Oldin jangda g'olib bo'lsa, mag'lub bo'lgan nalarni puli, nayzasi, kiyimi halol qilib berilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 5 jihatlardan birida. Ular tushmanglar deydi, quloq burunlarini kesib, alami bor edi. Badr jangida Hamza roziyallohu anhu Hindni aka-ukalarini vafot o'ldirgan. Endi keladi, qissadan hissa mana shu yerda Hamza roziyallohu anhuni vahshiy o'ldiradi, quloq burunlarini kesadi, musla qiladi. Shunda Rasulullohimiz yig'laydi. 70 ta sahobiyni bitta qabrga ikkitadan dafn qilganda, har janoza namozi o'qiganda Hamza roziyallohu anhuni qo'shib o'qigan ekan. Ya'ni yerga bergisi kelmaganda, oxirgi daqiqalargacha ko'rgan. Shunda dafn qilganda bir sel keladi deydi. 30 yil o'tgandan keyin o'sha bir sahobiy gapirib beradi, "Men otamni qabrini sel ochib olgan ekan. Shunday borib qo'lini ko'tarsam qon hozir oqib turgandek turibdi. Hidlari shunday bir mushukni hidi chiqib turibdi" deydi. Bundan ya'ni shahid ketganlarning qabrlari, jasadlari chirimaydi. Shu joyda, mana shu joyda 70 ta sahobiyni qabri joylashgan. Endi azizlar, biz nima uchun kelamiz ziyoratga? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz Uhudni yaxshi ko'ramiz. Uhud tog'ini ko'rdik. 70 ta sahobiy bizni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yelka bo'lib, dinimizni mukammal qilib yetishligiga hissasini qo'shgan sahobiylarni ziyoratga kelamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam urush tugagan paytlarida mushriklar Makka qarab qaytib ketganda sahobiylardan biri "Saatni topinglar" degan shunday bor.